Lekin butunlay ham tugadi. Bitta muammo chiqdi-da. Muammom. Oradan suv tushyapti-da ustiga. Uchta nov bu. To'rbalab qo'ydim. Bu yog'iga tushmaydi balkonchasiga. Qanday bu yaxshi unutdingiz, zo'rmi? Manaki двухсторонний zina bilan 12 metr balkonchasi, ikkita eshikka bemalol mana kirgan bo'ldi. Uyga kirib ketadi. Manzarani qarang, qanday bahor. Shu suv tushgani yomon bo'ldi-da. Shunday bo'lib qoldi. O'zimcha hozir plan qilyapman. Mana tikka qilaman endi shu yil. Mana g'ish ballarim g'ish qo'yyapti. Sosed tomonga bitta yana eshikcha darsha qoladi. Lestnitsani tagidan o'tayotgan qilib nega shaklda mana unga bitta shifr qo'shaman. Полный lestnitsani ustiga ham yopiladi. Влажность bo'lmaydi. Shunday qilaman. Yana zinani tutkazdim. Shunga besh ketayotibman o'zimga o'zim. Shuni o'zim qildimmi deb. Bunaqa kamchiligi bu, samый главный betonni steshkalarni qo'yib oldim. Qo'yilmisizlar? Bu shaklda bo'lib qoldi. Mana tagiga ballaga bittani qo'yib beraman. Kachelicha qilib yasab beraman. Er-xotin u ikkovimizga-da endi ballaga degan bilan endi balla katta bo'lib qoldik endi. Er-xotin ikkovimiz endi yosh ketyapti. Idem suvda kampirjon deymizda. Oradan suv shamol o'tdan qilyapti. Shunga teshib tashlamasin deyapti. Shunday bo'lib chiqdi. Hani kartoshka ham zo'r bo'ldi. Ko'm-ko'kkana bo'lib qoldi. Hayot go'zal-da. Hayot go'zal. Ha, bo'pti, sog' bo'linglar.